Anchadan beri kommentariya kirmagan edim. Bugun kommentariyalarni o'qib chiqsam, juda zo'r kommentariyalar kelgan ekan. Bugun sizlar bilan bitta shu eng kerakli bo'lgan mavzulardagi kommentariyalarga javob berib chiqamiz. Birinchi kommentariyamizda bitta ham foydasi yo'q mahsulotni deb yozishgan. Albatta, agar siz noto'g'ri ichgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa siz ko'chadan arzon olib konsultantsiz ichgan bo'lsangiz, albatta foydasiz bo'lmaydi. Chunki Herbalife mahsulotlari oltin tayoqcha emas, bu hujayra mahsulotlari, ya'ni hujayramizni tiklanishi uchun, sog'lom turmush tarziga o'tish uchun birinchi qadam bo'ladi. Endi keyingi savol, mahsulot juda zo'r, lekin juda ham qimmat, arzon qilinglar, zavodda baribir arzon degan savol. To'g'ri, mahsulot qimmat, lekin inson sog'lig'i, inson salomatligi juda ham qimmat. Sabab bo'lsa, bizning o'zimizning qonun qoidamiz bor. To'g'ri, zavodda arzon. Hamma davlatlarda ham bizga nisbatan arzon bo'lishi mumkin. Ammo lekin har bir davlatda o'zining siyosiy qonun qoidasi bor. Rastamoshkasi, yoki bo'lmasa naloglari bor. O'shaning uchun mahsulot baribir qo'lga kelguncha, ya'ni biza ham kompaniya bergan price list bo'yicha konsultantlar sotib va eng muhimi chekka har bir mijozga berishi majburiy. Keyingi yana juda ham ko'pchilikdan keladigan savol, opa, nimaga o'zingiz ichmaysiz, nimaga o'zingiz ozmagansiz degan savolni berishadi. Ammo lekin shu insonlarga bitta maslahatni bergan bo'lardim. Hattoki maslahat emas, tavsiya. Bitta meni akkauntimni ko'rib chiqing. Aktualniylida va mana shu savol bo'yicha bir qancha videolar qilingan. Albatta, doimiy ravishda o'zim mahsulotdan iste'mol qilaman. Hozirgi kunda mana 6 yildan beri nafaqat o'zim, balki oila a'zolarimiz bilan iste'mol qilamiz. Onamlarga ham, yaqinlarimga ham hammaligiz iste'mol qilish va eng muhimi o'zimga sport mumkin bo'lmaganligi uchun 2,5 oyda sog'lom turmush tarziga o'tgan holatda va mahsulotlardan iste'mol qilgan holatda 26 kilo vazn tashagan. Savol kelgan, ko'rinishingizda mahsulotni ichadiganga o'xshamaysiz. Albatta, ekran ortida har xil holatlar bo'lishi mumkin. Kimgadir yoqish, kimgadir yoqmaslik, bu tabiiy holat. Agar men mahsulotni ichmaganda 24 soat Duracell batareyaga o'xshab doimiy ravishda aktivniy bo'lib yurmagan bo'lardim. Va albatta, hozirgi ba'zi bir 20 yosh, 30 yoshli yosh pokoleniyaga nisbatan 41 yoshimda anchagina energichlayman.